Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, mana keyingi zakasimiz tayyor bo'ldi. Bular MDF Crashing'ning oq eshiklarimiz. Bugun montaj qilib ozgina kech qolib ketdik. Kech paytda chiroqda syomka qilyapmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirib syomka qilib beraman, lekin ish chiroyli chiqqan, qorong'uda sal jivrab qolyapti. Xo'p, eshigimiz razmerlari 1.20 ga 2.10 lik, derazamiz 1.5 ga 1.5, atqilatkalik. Eshigimiz ham atqilatkali, bular 90 ga 2.10 lik, bir qanotligi. Hop, zamonlar o'ziga yarashgan bir необычный, скромный, o'ziga podsvet qilib oldik. Tagi paroksiz. Hop, bu yoqda yana bor. Bu yerda 3 to'ron, 5 ta eshik bo'lgan. Hop. Derazalarimiz 3 razmeri, bir xil 1.5 ga 1.5, eshiklarimiz hammasi 90 ga 2.10 lik. Juda chiroyli chiqdi. Bularni lazerga qo'ydim, har bittasini. Lazım nasıl çıkarmıyor? Onların liniyası. Şunun için geç qolib ketdik, shoshilmay o'rnatdik. Ha, bo'ylari ham, remontlari ham bo'lakcha bo'lgan ekan. Eshik romga rosa podsvet tushdi. Hop, ochilib yopilishi. O'ta. Zamonlarimiz qimmat zamoda. 5 tadan kaliti. Hop, bu yerda bitta kichkinasi bor, 1.90 ga 90 lik. Nari tomonga o'tgani, kladovkaga o'tgan eshik ekan. Bular bilan bir xil qilib, buni ham paroksiz qilib berdik. Hammasi paroksiz. Oyoq dirmaydigan qilib. Hop, derazalarni ham podokomniklari bor. Oq qilib, podsvet qilib berdik. Juda chiroyli chiqdi. Buni ham hop, Oshig'i ruchkasini komplekt oq qilib moslaganmiz. Hop, eshigimizga ham. Hop, mana yopilishi. Zamok. Hop, oshig'imiz 4 tadan. Zamokka moslab, buni ham ozgina tilla rangi bor, aralashtirganmiz. Bir-bir uyg'unlashtirdik hamohang qilib. Zamogimiz, iyli oshig'imiz. Ranglar bir-biriga moslaganmiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi bu ishimiz. Qator remont ham o'ta go'zal bo'lgan ekan, chiroyli chiqdi ama uyning ishlarini ham har xil qilgan. O'ta boshqa chiqqan. Remontlari ham dekorativniy qilib. Bular ham podokomniklari bor. Hali plyonkasini olmadik. Oynalari germetika bo'lgan. Miq qo'ymadik. Oynada miq qo'ymasdan hali artganda miq ilmaydigan qilib chotka qilib solib berdik. Xo'p, inshaalloh kimga yoqqan bo'lsa, telefon nomerimiz 99 607 69 00 damiz. MDF yog'och akfa hammasi bor. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Hozir bu yerda 3 to'ron, 5 ta eshigimiz 8 ta o'pshi donasi, puli 17,5 million so'm bo'ldi. Metr kvadratini 1 million 100 ming so'mdan qilib berdik. Pramugi yo'q, past bo'lgani uchun, derazasini ham pramugi yo'qligi uchun arzonroq tushdi. Agar shu razmerda bo'lsa, atqilatkasiz bo'lsa 1 million qilib beramiz. Pramulari bor, atqilatkali bo'lsa, mana karnizlar berib, tillalar yopishtirib bezak bersa, 1 million 200 ming so'mgacha bor. Tanlagan fasoniga, bezagiga qarab kelishaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu nomerda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Salomat bo'linglar.